Hop, valdatchi qanday ulanishini tushuntirib o'taylik. Birinchi, hop, tester ko'rsatdi birinchi. Mana tester nol turibdi. Sim burchini minusga beramiz, korpusga. Nol beramiz, 5 voltdan off olamiz. Tester ko'rsatdi. Mana bo'ldi, ko'ringda mana. 4.9. Mana qara. Bu bitta topildi. Endi ikkinchisi. Tester ham ko'ryaptimi? Ha, bu raqam ko'rsatmadi. Bu minus hisoblanadi. Mana yashil simon 4.9 ko'rsatdi. Demak, minus birinchi ajratib oldik. Mana minus bo'ladi. Mana shtekirda oyatida 1 2 3 4 yozib 1 2 3 yozgan. Hop. Shtekir bosadigan pastki tomon qilganda, chap tomondan mana ariqchasi bor tarafi 1 hisoblanadi. 1 2. Ikkinchi oyog'imiz minus hisoblanadi. Hozir minusga boshqadan topib olishimiz kerak. Hop. Tester 0 turibdi. Minus. Mana minus baqish oldik. Mana bu 4.8. Mana bunda 4.9. Hop, bu mashinasi minus bo'ldi. O'ttani minusga ulab olamiz birinchi. O'ttaga minus ulab oldik. Endi 5 volt topib olishimiz kerak. Pastdan 5 volt bor. Narsa bor. Impuls bor. Hop. Bu safar telefonga qarab qilamiz. Hop. 5 voltni minusga bersak, mana endi o'ynash kerak, mana. Telefon 0 ga tushyapti. Ikkinchi 5 voltimiz mana 0 ga tushyapti. Hop. Bunisini 1 ga ulaymiz. Birinchi oyoqqa mana noshkamiz 1 bo'lsa, mana shu chiziq bor tarafga plus ulaymiz. Plus ulab. Hop, uchinchi simimiz impuls hisoblanadi. Hop, mana bitta minus bersangiz, zaslonka ovoz eshitiladi o'zi, chiziq degan. Mana shu impuls hisoblanadi. Mana shu uchinchi oyog'imiz impulsga ulanadi. Endi rangini aytsak bo'ladi, rangi o'zgarishi mumkin. Har yili rangi o'zgartirib chiqarsizmi? Shuning uchun mana bir bo'ladi. Hop, 1 mana yo, adashtirib ulab qo'yma. Biz ko'rsatamiz. Teskari qarab ulab qo'yma. Hop, mana. Mana oyog'i bor bir hisoblagandik. 5 volt topib olamiz. Telefon ko'rinsin. Mana 5 voltlik keladi-ya. Buni mana 1 ga ulaymiz, oyog'i borga. Uladik. Mana 1 2 3. Uchinchisi impulsga. Mana impuls aytganimda massaga bersa, shu qilgan ovoz chiqib qoladi. Mana uchinchi oyoq uladik. Mana boshqadan aytaman. 1 5 volt plus. Pastdan plus. Diagnosga ko'rinadigan. Hop, 2 pastdan minus. Mana uchinchisi impuls hisoblanadi. Hop, buni chiqarishdan oldin men oq shtekir aqaba kirib chiqargan. Oq shtekir joyidan tepaga tortiladi. Shu joy qattiqroq bosilsa, shtekir chiqib kelaveradi. Buni turib, mana qilsa chiqib keladi. Hop, bu eski bo'lgancha osonroq chiqdi, lekin yangi qiyroq chiqadi. Hop, qo'yishdan oldin shunchaga qo'yib yuborilmaydi. Har bir oyog'ini payka qilib, chiroyli qilib izolyatsiya qilish shart. Payka qilmasangiz sizlar qanday bo'lib to'p ishlamay qoladi. Shunday qilib valdatchiga ulanish mumkin. Bu kovlit mashinasi edi. E'tiboringiz uchun rahmat.